Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Azoq usta. Bugungi gapirib bermoqchi bo'layotgan mavzuim bu qurilish mahsulotlari haqida bo'ladi. O'tgan safar chiqishimda malyarka nima degan savolga qisqacha bir ma'lumot berib o'tgandim. Bu safar ham bir qurilish mahsulotlari haqida gapirmoqchiman. Bu hamma narsani asosi bo'lgandek, uy ta'mirlashimizni asosi albatta qurilish materiali hisoblanadi. Buni bilmasdan turib bir yaxshi natijaga erisha olmaymiz. Shuning uchun qurilish materiallari haqida ozgina qisqacha bir nazariy qarashlar o'tib ketaman, ya'ni fikrimni bildirib o'tib ketaman. Almastir nima, gips nima, mel nima, izveska nima, ya'ni ohak nima, sement nima, shular haqida ozgina tushuncha berib o'taman. Gips nima, albastr nima? Albastr bu qadimiy nomi, ikkovi bitta mahsulot hisoblanadi. Bitta tarkibi bir xil aslida. Bir xil mahsulotdan olingan, ya'ni ular tabiiy mahsulot, ya'ni tog'lardan, muzlardan, tosh deymiz, lekin qora tosh hisoblanmaydi, oq toshlardan hisoblanadi. Oq o'zini bunaqasi toshi bor, shundan olinadigan mahsulot. Endi qadimda albastr judayam tarixi qadimiy. Undan ilgari deylik Rim imperiyasi deymizmi, o'sha tomon eski qadimiy deylik o'sha tomonlarda haykallar yasashgan gipsdan ustiga ishlov berishgan keyin. Mana hozir kelib, hozirgi zamonamizga kelib gips yaraldi. Bor, gips ham ancha bo'lgan, yaralganiga gips mukammallashdi demoqchiman. Ya'ni tarkibi, ya'ni qizdirish jarayoni, uni maydalash jarayonidan ikki xil mahsulot paydo bo'ldi. Aslida bir xil mahsulot bo'lgan. Qizdirish, masalan deylik 150-200 gradus, 300 gradus qizdirish jarayonidan paydo bo'layotgan narsa. Aslida bu bir narsani aytib ketaman, qizdirish jarayoni ajoyib. Qadimda o'sha tarixda oddiy loylarni qizdirib o'sha 1000 yil oldin deylik biz. Loyni qizdirib mana bilamiz, g'isht yaralgan, sopol yaralgan. Loy qizdirish jarayonidan yaralgan. Beton deyiladi. Beton yaralgan, beton qilingan. Betondek qatib ketadi. Bu ham o'sha mahsulotlarimiz ham, qurilish mahsulotlarimiz ham o'sha qizdirish jarayonidan o'tadi. Darajasi bor, maydalashi bor. Gips mukammalroq bo'lgan payt. Deylik yana bitta fakt keltirib o'tib ketaman, qizdirish nima ekanligini. Oddiy qum, hamma biladigan qumdan qizdirish jarayonida shisha yaraladi, oyna yaraladi. Ya'ni qizdiriladi, qizdirilgan holatdan keyin u qum suyuq holatga kiradi, to'g'rimi? Quyuq holatga kirgandan keyin o'sha holatda qotiriladi. Demak, bu shishaga aylanadi. O'zini jarayonlari bor deydi. Shunday ekan, gips ham albastr ham bir mahsulot hisoblanadi. Qizdirish jarayoni. Endi farqi nimada? Farqi albastr tez qotadi. 5 minut, 4 minut, 5 minutda qotadi. Gips 15 minut, 20 minutda qotadi. Keyin gipsda poverxnost deydi, usti silliq, juda ham sifatli darajada qotadi. Mana nafaqat buni anaqada, ya'ni qurilishda, buni meditsinada ham qo'l chiqsa sinishda gipslashadi. Ko'p narsadan foydalanishadi gipsda. Keyin mana ganchkorlarimiz bilasiz, qadimda ganchkorlar. Gips qotgandan keyin ham ishlov beradigan darajada ishlov bersa bo'ladi gipsga, lekin albastr unday emas. Albastrda mana hammamiz bilamiz, albastr suvoq ustalarimiz bo'lgan. Faqat albastr suvoq bilan shug'ullangan ustalarimiz bo'lgan. Meni hozirgi kunga kelib endi albastr suvoqlarim aslida anaqadan zamondan orqada qoldi. Zamon takomillashib boryapti. Mana gipsovый shkatulkalarimiz chiqdi. Endi mel nima? Mel bu ham xuddi shunday tabiiy mahsulot. Mana biz bilamiz 98-95, 2000-yillari o'zimiz shpaklovka tayyorlardik. Asosi mel bo'lardi. Mel u anaqa qo'shardik, kir sovunni maydalardik yoki misoliga o'zini qopib sotadigan eslaryapman. Qora sariq kley bo'lardi. Qoralashtirib, qaynatib uni shpaklovka tayyorlagan paytlarimiz ham, emulsiya tayyorlagan paytlarimiz ham bo'lgan. Keyin mana eslab bo'lsam 2000-yillar atrofida, 98 atrofida Qorasaroy emas, O'zbek film shpaklovka chiqqan. O'zbek film chiqqan. Qorasaroy keyin chiqqan. 10 kilolik paketchalarda asnovasi meldan shpaklovkalar chiqqan. Uni ham ikki xil turi, kleyovoy va masliniy bo'lgan u paytlarda. Maslinini bu yog'ochga ishlatardik. Shunaqa zamon bo'lgan. Keyin Qorasaroy ham ishlab chiqardi uni, ommalashdi. Hamma joyda shuni ishlatdik. Bir 10 yilcha ishlatdik menimcha kamida. Keyin gipsovoylarga o'tib ketdik.
Gipsovoylar baribir mukammalroq chiqdi. Sifat darajasi ham, ishlanish darajasi ham, chidamlik darajasi ham gipsovoylar baribir mukammalroq chiqdi. Demak, mel hozirgi kunda nimaga ishlatilyapti? Mel bu bizni bu vodimyutsionka deymiz kraskalarimiz, vodimyutsionniy kraska yoki bo'lmasa oddiy maslniy kraska deymiz. Kraskalarga ishlatilayotgan kraskani asosi bu albatta mel turadi. Melsiz vodimyutsionka ham yo'q, kraska ham yo'q. Demak, mel ko'proq foydalaniladi. Mel ham o'zini o'rni bor. Keyin yana bir bilamiz, melni hamma eslaydi. Ayollarimiz, homilador ayollarimiz yoki bo'lmasa ayollarimiz, kampirlarimiz haligi iste'mol qilishgan, yeb yurishgan unaqani melni. Uni ham turlari bor-da, tabiiy mel bor, tabiiy. Unaqada ishlab bergan emas, tabiiylari bor. O'sha ichida bir tabiiy moddasi bor, kalsiylar yetishmasligi shularga o'sha qanaqa moddalari bor. Uni hayvonlar ham topib olishadi-da, o'sha joyga borib iste'mol qilishadi. Hayvonlar to'da bo'lib, tog'larda to'da bo'lib, echkilar borib ko'rgan buni. Demak, mel ham o'zini o'rniga ega. Endi zvyostka, ya'ni ohak nima? Ohak bu mana orqaga qaytsak yana buni hamma biladi. Korxonalarda izvestkovoy shkatuka tayyorlanardi, suvoq. Mashinada olib kelib uyingiz oldiga to'kib tashardi. Olib kirib siz uyingizni suvoq qilardingiz. Yoki bo'lmasa g'ishtni shu izvestkovoy anaqada ohakli loyda g'isht terardingiz. Shunaqa bo'lardi. Endi hozirgi kunda bu ham izvestkovoy orqaga qaytib ketdi. Ya'ni ohak ham unchalik foydalanilmaydigan narsa. O'rnini baribir zamon egalladi, gips egalladi. Hozir ham ohakdan foydalanamiz. Qaysi ma'noda? Mana hozir hammamiz bilamiz, erta bahorda daraxtlar tagini oqlaymiz. Oppoq qilib 1,5 metr, 1 metr qilib bir xil oppoq qilib chiqamiz, oqlaymiz. Nimaga? Ohakda anaqa bor, antibakterial bir modda bor ichida. Uni agar daraxtga surtsak, zararli hasharotlar daraxtga chiqmaydi. Shuni hisobiga ohakda o'sha yaxshi xususiyati bor. Yoki bo'lmasa yer to'lamiz, podvol deymiz. Podvolimizga agar ohakdan suyutirib surtib qo'ysak, podvolda zararli bunaqalar bo'lmaydi. Hasharotlar deymizmi? Ohakda ham o'sha o'zini o'rni bor. Endi sement haqida gapiradigan bo'lsak, sement bu ham markalari bor, bilasiz. 100 markadan 1000 markacha markasi bor. Hozir bizda 400, 450, 500 Qozog'istonniki, Tojikistonniki o'zimizdan ham chiqyapti. Ohangaron markalari bor. Markalar nima? Markalar bu ham xuddi shunday ishlash, isitish jarayoni. Qizdirish jarayoni. Unga qo'shiladigan yana o'zi ingredient deydi, o'sha qo'shiladigan anaqalar mahsulotlari. Endi marka nimani beradi? Marka deylik, oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, 1 kvadratli joyda, masalan 400 marka ishlatyapmiz. 1 kvadratlik joyda 400 kilo vestni yukni ko'tara oladi degani. Yoki bo'lmasa 500 markani ishlasak, 1 kvadrat joyda 500 kilo vestni yukni ko'tara oladi degani. Oddiy qilib tushuntirgan. Sifati yaxshiroq, baqqolroq degani marka. Endi qo'shimcha aytib o'tishim kerak. Masalan, bu mahsulotlarni sotib olishda, ishlatishda doim bir narsaga e'tibor berish kerak. Uzoq turib qolmaganligiga e'tibor berish kerak. Ya'ni bu mahsulotlar gips ham, mel ham, umuman bu mahsulotlar, tabiiy mahsulotlar o'ziga namlikni juda ham tez oladi. Namlikni juda ham o'ziga tez oladi. Tez olgandan keyin nima bo'ladi? O'sha mahsulotimiz sifat darajasi pasayadi. O'sha xususiyati yo'qoladi. O'sha deylik, sement olyapsizmi? Tezroq aylanib turadigan, har kun do'konda savdo bo'ladigan do'konlardan oling. Sement har kuni aylansin. Uzoq turib qolgan, 1 oy, 2 oylar turib qolgan, to'g'ri, aytishingiz mumkin. Ustini bekitsa lapallab qo'ysa bo'ladi-ku, turaveradi-ku. Yo'q, turaveradi. Lekin bilib qo'ying, tez oladi, tavsiya bermaydi. Mutaxassislar tavsiya bermaydi. Uzoq turganiga tavsiya berilmaydi. Gips ham shu. Endi yana nima demoqchiman? Endi gipsovoy shkatulka haqida gapirsam, gipsovoy shkatulka mukammal chiqdi. Mana hozir o'zimiz korxonalarimizda, zavodlarimizda chiqyapti. Gipsovoy shkatulka, shpaklovka ham o'zini qo'shimcha qizdirish, o'zini qo'shimcha mahsulotlari bor, qo'shiladi, tayyorlanadi. Nimasi yaxshi buni? Har qanday yuza bilan yaxshi chiqisha oladi. Har qanday yuza bilan kelisha oladi bu. Agar deylik albastr suvoq qiladigan bo'lsak, u
unga hisobga olishimiz kerak. Albatta ko'p narsa bilan chiqish emas. Deylik, silliq betonni ustidan albatta mumkin emas. Ko'chishmay bo'ladi. Bu esa gipsovый shpaklovka esa bu har qanday yuzlarga yaxshi chiqishadi. Gi shpaklovka ham shunday, masalan, shpaklovkani ham 0,1ligi bor, 0,5ligi bor, joyiga qarab. 0,1ligi bu finishni, ya'ni hamma yoq bitgandan, hamma yoq tayyor bo'lgandan keyin o'sha bezak sifatida, silliqlash sifatida beriladi. 0,5ligi esa bu uncha-muncha qiyshlik, uncha-muncha shirshali joylar to'g'rilab ketadigan narsa 0,5lik. Shunday ekan, keyingi masala, gipsovый shkatuka ishlatdingizmi? Bir narsaga e'tibor qarating. Uni ustidan hech narsa yaxshi ushalmaydi. Uni ustidan na shpaklovka, na обой, na kafel, плечный kley hech narsa yaxshi ushalmaydi. Demak, gipsovый shkatuka qildikmi, uni ustidan albatta gruntovka qilishimiz kerak bo'ladi. Hozir gruntovkalarda ham turi ko'p, yaxshi sifatli gruntovkalarimiz ham bor. Uni ishlashimizga to'g'ri keladi. Gruntovka vazifasi nima? Gruntovka birinchidan yuzani qotiradi, o'sha gipsovый shkatukangizni qotiradi, changini yo'qotadi va keyingi chiqadigan mahsulot nima bo'lishidan, обойдimi, shpaklovkami, плечный kleymi yaxshi chiqishni oladi, bir-biriga yaxshi keltira oladi. Mana hozirgi kunda betonokontakt degan mahsulotlarimiz ham bor. Betonokontaktdan ham ko'p использовать qilamiz, ya'ni foydalanamiz. Masalan, deylik, shunaqa joy kelib qoladi, vannaga, ya'ni suv bor joyga ko'plar bilmasdan gipsovый shkatuka qilib ketadi. U joyga gruntovka ham bo'lmaydi. Albatta betonokontakt bilan foydalanish kerak. Unaqa joy, endi suv tegib turadigan joyga albatta gipsovый shkaturkami, betonokontakt urilishi kerak. Shunda uzoqqa, siz aytayotgan uzoq muddatga yetadi. Shu narsalarga e'tibor berish kerak. Men endi bu narsalar umumiy tushuncha beryapman. Bu qurilish mahsulotlari haqida umumiy tushuncha berdim. Demak, siz uyingizda ta'mirlamoqchimisiz yoki ustalar shu ish bilan shug'ullanmoqchimi? Buni Google'dan yanayam mukammalroq bilgan ma'qul. O'sha bilib olgan ma'qul. Buni bilsak, voydadan qolib bo'lmaydi. Ishimiz sifatli chiqadi, uzoq vaqt ketishini ta'minlaydi, hamma tomonlama yaxshi bo'ladi. Bu roligim shu mavzuda edi. Roligim ma'qul kelgan bo'lsa, klass va podpiskani bosing. Bu men uchun kanalimning rivoji uchun kerak va uy ta'miri bo'yicha, uylar ishi bo'yicha foydali maslahatlar bilan chiqib turamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.